Narxini so'rasang, so'kuvchi malkani ancha qimmat ko'rasan, xuddi shunisini. Eslab qolinglar, brendi Lambo bo'ladi. Bugundan bizda yarim narxda turadi. So'kuvchi malka Lambo, ikkita skorosti ishlaydi. Motorining mощности 800 watt bo'ladi. Yana qo'shimchasiga защита ham qo'yilgan. Ichidagi metallari hammasi peshevoy nержавейкаdan qilingan. Bozor internetlarni yaxshilab qaradim. Xuddi shu so'kuvchi malkani 946 ming so'mgacha sotayotgan ekan. Yaxshilab o'ylab qidirib ko'ringlar. Men necha pulgacha narxini sindira olaman. Ko'rinishi shunaqa metallistik, chiroyli, ixchamgina, narxini qilib qo'yapman, вообще yovoshgina. Komplektori shunaqa nadежный qirg'ichi, so'kdan qolgan отход yig'adigan idishi, so'k yig'adigan idishi, mevani ezish uchun shunaqa nasatkasi hamda instruksiyasi, 15 oygacha bo'lgan garantiyali taloni ham chiqadi. Sirazi oldindan aytaman. Endi shu modelni bozorlarga tushib narxini so'rasanglar, mingta bahona qilib yomonlashadi. Chunki men aytadigan narxlar oluvchini maza qildiradi, sotuvchini davleniyasini oshiradi. Masalagi bu har xil mevalarni, shirindan shakar so'klarni qilib beradigan, kamiga 900 ming so'm atrofida sotilayotgan so'kuvchi malkani bor yo'g'i 21 so'mga beraman. Sotuvchilar nomeri har doimgidek Telegram kanalida bo'ladi. Kanalga o'tib nomer olib, bemalol sotasanglar bo'ladi. Bunaqa narxlar faqatgina bizning obunachilarga beriladi. Sotmoqchi bo'lganlardan podpiska talab qilinadi.